Robloxdagi biz bugungi videoda Srojboy obunachilar bilan birgalikda bo'lib o'zimizga uy quramiz. Ko'rayotganda men orqamda Lamborghini turibdi. Bu Lamborghini sizlarga ko'rsatib obzor qilmasimdan oldin bo'ldi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bo'ldi. Har doimgidek har bitta videoda random nega 5 ta obunachim durja qo'shgan bo'ladi. Sizlar ham men durja qo'shib men bilan veradi. Shunaqa o'yinlarda o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bilasizlar, juda ham oson ish. Shundaki videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysa 2 minutdan ketmaydi, 1 minutdan ketmaydi. Короче, Lamborghini ko'rasizlar bo'lib, bunaqa Lamborghini faqat menda bor, boshqa hech kimda. Ko'rasizlar, haydashga ko'ringlar. Vashshi. Ko'rasizlar, qancha ko'rasiz deb so'ramanglar, vashshi qimmatga olgan men bu mashinani. Sizlarga shunaqa mashina olib beraman, obunachilarga albatta, lekin faqat kanallarga obuna bo'lishinglar kerak. Demak, короче, bitta o'zim men kelib oldim bo'ldi. Men bitta uchastka sotib olganman, men bitta yer sotib olgandan keyin buni endi men remont qilishim kerak. Albatta, ishlarni boshlab kerak. Hozir boshlab olib manda $30,000 bor bola uy qurishga. $30,000 menimcha yetadi deb o'ylayman. Hozir biz o'zlarimizga yangi uy qurishni boshlaymiz. Men Lamborghini uchun menga hashamatli uy kerak bo'ldi. Uni garajga tiqib qo'yishim kerak Lamborghinimda. Bu uyni men bola Toshkent City'ni eng markazida olganman. Короче, ko'rasizlar bitta kiraverishi tuzatdik mana. Kirish joyi tayyor. Bitta o'zi asfalt qildi, bitta polностью hammasi tayyor. Bitta biz pul ishlab turadigan narsamiz ham bor. Bu menga prop kelib turadigan biznesim. Mana bu yerda drivers bushes degan narsa qo'yamiz. Bunaqa dekoratsiyalar bo'lib, mevalarni, ya'ni o'simliklarni bu yerga kiraverishga o'stirib qo'yamiz, chunki bu tabiatan chiroyli bo'lib turadi bo'lib, bizga uyimizga ko'rgan odam juda ham chiroyli ekan deb havas qilish uchun bo'ladi. Tabiiy uy qilamiz, juda ham chiroyli bo'ladi. Mana bu yerga ham o'zlarimiz mevalarni, daraxtlarni ekib qo'yamiz mana. Toshlar bilan chiroyli qilib, daraxtlarni mana ko'rasizlar, kattaligini, archalarni. Endi bolalar mana bu yerda qanaqadir narsalar bor ekan. VIP Toyota, Speed Race Car Park, 2 Vehicle Speed, Super Jump, Autocollect. Nima ekan Autocollect? Double cash bor ekan. Autocollect qancha ekan Autocollect? Yo, triple cash qancha ekan bola? 162 Robux, yo-mayo. Muxo, mayda 900 ta Robuxga mana bu mashina berar ekan. Buni hali keyinchalik sota olamiz bolalar. Bizda pul ko'p, xavotir olmanglar, pul tiqilib bosdi, more. Ketdi. Albatta quradigan narsamiz hozir. Uyni men bitirib olishim kerak bolalar. Uyimizni puli taxlab olgandan keyin qolgan bizneslarga o'tamiz. Bu yerda hamma joy kiraverish tuji va manaqa dekoratsiyalarni taxlab oldik. Endi biz uyni manaqa planini qilamiz. Mana uyimiz shunday bo'ladi. Endi bu yerga entrance, ya'ni kirish qilamiz. Bu hashamatli kirish bo'ladi. Chiroyli manaqa ko'rayotganlarda naqshli bo'ladi, eski stilda. Mana devorlarni ham qo'yib olamiz, juda ham zo'r. Devorlar ham tayyor. Ayta shohchixon kelib turibdi qayerda. Va endi bu yerga mana bu yoqqa ham devorlarni qo'yamiz. 4 tomonga devorlar bilan taxlaganimizdan so'ng ichini boshlaymiz bolalar. Devorlar mana, yana devorlarni quramiz. Mana bu yerdan ko'rsatyapti, bu yerda ham devorlarni qurar ekanmiz mana. Bu yerda ham devorlarni qurdik. Motivga chiqib ketdim. Bu yerga garaj. Garajimizni boshlayveramiz уже. Mana garajimiz eshik ekan. Yo'q-a? Srojboy bo'pti уже bolalar. Garajimiz eshigi tayyor, ishlayapti. Bu yerga yana dekoratsiya. Mashinang yo'qmi seni? Srojboyda mashinasi yo'q ekan, lekin garaj bor. U menga garaj menga qo'yilgan. Men borsam agar mashinani qo'yib qo'yganim. Mana ko'chani anaqa narsalarni qo'yib qo'yamiz-da, bu ertalab turib, toza havoda choy ichgani, grill uchun narsalarni qo'yamiz, apparat grill pishiramiz bu yerda. Dam olish kunlari bu yerda basseyn ketadi bolalar. Basseynni qurganimizdan so'ng mana bu yerga esa tramplin bor ekan. Mo'y sakraymiz tramplinda bolalar. Yo, вообще. Bitta garbage, bitta musorga tashlaymiz. Musor tashlaydigan, axlat tashlaydigan narsalar. Bu yerga narsa keyin, bu yerga yana daraxtlar ekan. Bu yerga ham toshlar, orqa tarafda ham bezatib qo'yamiz, chiroyli qilib. Orqa taraf devorlarini ham taxladik. Hammasi cho'tki, bu yerda tezroq yuradigan narsa bor edi bu. Da, bitgan polностью daraxtlar. O'zi hamma pulimiz daraxtlarga ketib qoladi shekilli. Mana qaranglar. Side bushes bilan hammasi o'sham. Qo'y mashinamni. Yaxyo, qo'y mashinamni. Uramiz. Qulflab qo'ydim mashinamni. Mana emas ekan. Managa o'xshar ekan. Mashinalarim ko'p bo'ldi. Men bu yerda o'zimni BMW'ni qo'yib qo'yaman. Qaranglar BMW turishini. Yo, bolalar, chiroyligini qaranglar buni. Buni haydayman ketaman. Давай. Daraxtlarni bosmay bo'ladi. Davay ketdim. Ko'rayotganda, kimmi?
Siroj bo'yida o'yin ko'rib ko'rib trotuarda yuramiz-da. Voy, kim bu? Yo'q, buncha zo'r bu. Qancha chiroyli ekan, ha, prям. Ya. Nima qilyapti bu? Mana shu qo'yib qo'yadi. Chiqib ketamiz bu o'yindan. Tanishmas. Boshqalardi bu. Ketib o'zamiz uyga. O'zamiz uyda pulni taxlashimiz kerak. Aytdi ketib qoldi, yaxshi. Ya, sakrayapman. To'g'ri. Ya, sekin. Mashinani shundan qo'yib qo'yaylik-da. Davay, yaxshi, mashinani qo'yib qo'yamiz. Letga yana narsalar, front rock toshlarni qo'yib qo'yamiz. Kirish qismini yaratamiz. Bu yerga ham garajni ochaylikcha, garajdan ola. Chiroq qo'yamiz garajga. Yana bunaqa narsalar bo'ldi, remontga, polностью garajda turish kerak bo'lgan narsalar. Bu yerga ham polностью mana. Yaxshi. Bu yerda narsa ham bor, garaj emas bu. Sport zal ekan bu. Ham garaj, ham sport zal ekan. Mashinamga qarab kattacha qilaman bo'ldi. Motivatsiya berib turdim mashina. BMW bilan Lamborghini kiritib qo'yadigan bo'lsa, vaqti bo'ldi. Keyin kashak bo'lib ketaman. Endi ichkarini qo'yadigan bo'lsak, front deyapti. Eshikni qo'ydik, kirishni, eshiklarni, chiroqlarni suzamiz. Bu yerda yana narsalar bor. Qani. Yaxshi. Voy, mehmonxona ekan bu. Mehmonxonani taxlab tashladik vaqti. Biz nimaga bilaman? Hozir boraman uyga. Hozir men taxlab oladi. Oynalarni qachon qo'yamiz deydi, oynalar. Hozir pashta kiradi oynalar. Dedi taxlasi. Qanday kitchen lights, chiroqlar, yana oshxona qaranglar zo'rligini. Yo, oshxona zo'rligini qaranglar. Hozir pulim tugab qoladi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Xonalash qo'ydik Yahyo bilan. Nima gap ekan bu? Nima debdi? Uy qanaqa Yahyo? Mehmonga chaqirmaydimi bu? Peki son pul vermaydimi bu? Remontga qarash yorsin. Uyni remont qiyin bo'lyapti. Videomi? Hamma kirga olasiz, dardi sari videomizni yozish. Bolalar, polностью hamma joyini taxlayapmiz. Hozir remont tugatamiz. Bitta remontni polностью ko'rishimiz kerak. Bu zal shekilli. Bu zal. Oshxona mana bu. Mana bu yerga nima kerak? Candle light. Chiroq kerak ekan. Mana bu yerda endi bu yoqda boshlar ekanmiz remontini. 3-xonamiz bu. Bu yerda ham polностью tozalashimiz, kamin turar ekan bu yerda. Yonib turmaydimi bu kamin? Shkaflar, hamma dekoratsiya narsalari. Eng qizig'i bolalar pul qolmadi-ku. Bolalar. Pullarimizni olib kelishimiz kerak. Qarashcha hozir ko'chaga chiqib pullarimizni olib kelamiz. Oynadan chiqib turamiz. Hozir menga pullarimni dastavka $90,000 ketdi menga bola. $90,000 pulim bor ekan. Bu yerda super speed bor ekan. Bular kerak bo'lsa, pullarni olib turamiz. Pullar endi menga vaqti ko'p pul beradi, chunki men uyimni dahshat qilib taxlab qo'ydim bolalar. Shopda nima bor ekan? Mana shopda chiqib turar ekan o'zi, nimalar borligi. Giftlar bor ekan, qanaqadir bir narsalar, podpiskalar bor ekan. Nimaga kirib qoldim men hozir? Qani shopda helikopter degan. Samolyot, vertolyotim ham bor ekan meni. $250 million kerak ekan samolyot. Yaxtalar ham bor ekan bola. Yaxtalarni spam qilish uchun ham demak, uyga qaytamiz bolalar. Uyim qarama. Uyimga qaytadi. O'zimni villamda spam qilamiz, ketdi bolalar villamga. Pullarni olamiz, endi yana boshlaymiz remontchani. Mashinam turibdi shu yerda. Mehmonlar kelgan bolalar uyimizga. Obunachilar, bet polностью tayyor, oshxonani taxladik. Bitta stol qo'yamiz. Mana bu yerga ham keyin mana bu yerga bitta stol qo'yar ekanmiz. Table bo'ldi. Hoppa, yaxshi. Gilam, yana narsalar. Voy, divan qo'ydik bu eng qimmat divanlardan. Ancha bet polностью tayyor. Bu yer polностью tayyor bo'ldi. Pul sotsa bo'larmikan? 250 kapilli 600 Robux ekan. Yo'qalang. Entrance. Bu yerga esa koridor tozalaymiz, hozir koridor tot taxlaymiz. Koridorda anaqa kitob javoni bo'ladi. Ikkita katta, mana bu yerga yana divanlar o'tirish uchun eshik, yaxshi, bu yerga ham eshik qo'yamiz. Xonalarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Aslida hamma xonani taxlab chiqish kerak. Hamma xona o'zini anusi bor-da, vazifasi bor. Masalan, bu yerda bizga kino dam olishga faqat 3D xona bu. Mana bu xonani kirsanglar bo'ladi. Bu yerda hozir hech nima yo'q ekan. Bu yerda keyin remont qilamiz.
Bu xonaga kiramiz. Bu xonada bolalar biza qanaqa? Ha, ko'ramiz. Bu qanaqa xona ekan? Bu oy, bilyard bolalar. Bilyard o'ynar ekanmiz. Maroqli zavq olar ekanmiz. Dam olar ekanmiz. Bilyard xona ekan bu. Demak, yana remont qiladigan qaysi joy qoldi? Yana remont qilishingiz kerak bo'lgan qayerda qoldi? Hamma yerda remont qilib o'tmi shunda? Va eshik bor ekan. Eshikni ochsak, ha bu anamiz, garajimiz. Mana bu yerdan pulni qilib bo'ldik. Ha, mana bu yer bor ekan. Da, bu yerda qilish boshlaymiz. Bu yer menimcha, ha, yo'q, bu yer spalni ekan, bolalar yotib turishga. Kichkina xona, spalni faqat uxlab turishga notebooklarim ham bor ekan. Videogani Roblox. Bu yerni buni taxladik. Bu yerni buni taxladik. Endi mana bu yer bolalar. Eshik bitgan. Bitta xonani ham taxlaymiz. Bu qanaqa xona ekan hozir? Voy, bu ana ekanda, tualet ekan bu, dush ekan bu, dush. Mana. Yana cho'ch chiqib taqlaydi, bitta yuvinaveraman. Tap qilib. Semestirlar ishlaymiz ekan, bitta kiyimlarim bor, kiyim-kechaklarim. Hamma narsasi tayyor. Qani chiqdik ichida. Ham bitta nima bor? Bu yer qanaqa xona ekan? U muzeymi ekan yoki? Bu yerda taxladik, bu yerda yana bitta katta zal bor ekan. Bitta nima bo'lar ekan bolalar? Bu televizor ji, ofismi ekan yoki bu? Yo'q-mayo. Cho'chak-ku. Voy, bu ofis ekan bolalar. Bu meni ishxonam. Ofisim katta, chotki, ofisni ham taxlab tashladik. Voy, ikkinchi etajim bor ekan mana. Yo'q-mayo. Biz soqqalan olib keldik-da hozir. Pul ishlagan bo'lishiga bizneslarim $200,000 pul ishlatgan bizneslarim mana. 68% qurilibdi bolalar uyimda. $200,000 pulimiz bor. $200,000 ya mashina. Mashina oldim. Qani men uyga kecha bolalar Rolls-Royce oldi $200,000 ga. Yo'q-mayo. Men uyimni nima qilib bo'lganim yani, taxlab bo'lganim. Uyni taxlash qimmatlashib ketyapti. Bo'ldi, hozir chiqaman. Bolalar ikkinchi etajga ham kichkinani sport zal ko'rayotganlarda, ham ofis ham sport zal. Bu yerda kassatsiya qilamiz, ish ham qilamiz, da ketaveradi. Qani, yana qaysi xonalar bor ikkinchi etajda? Ikkinchi etajda mana bu joylar bor ekan. Xonalarni taxlash kerak hozir. Bu xona. Voy, mana bolalar, Sirojboy keldi. Yo, Sirojboy nimaga? Mana basharasini tanitib olaylik, basharingni ko'raylik. O'bla, soqqa hammasidan ko'r. Qani Rolls-Royce? Kechirasiz. Qani ikkita sayrab chiqamiz bu yerda. Qani Rolls-Royce'ni ko'ramiz Sirojboyda bolalar. $200,000 ga. Oy, buni qaranglar bolalar. Rolls-Royce mana, Rolls-Royce. Qani haydab ko'raychi, eshikni och mana. Qulfni och. To'xta. Hozir boraman. To'xta. Qani. To'xta hozir. Billar yurib ketyapti bu. Bo'ldi shu yerda. 2 3 Yo'lla! Yo, bolalar, yeb qo'ydik-ku. Poygada yeb qo'ydik bolalar. Men BMW'ni joyiga qo'yib qo'ydi. Bu kimmi sen turgan? Meniki. Yo'q, nechta mashinang bor? Boya bor odam san o'ying ekanda. 3 ta mashinam yo'q deydi bu. Yo-mayo, Rolls-Royce, BMW, Lamborghini bolalar. Bu yerda $100,000 pul ishlab qo'ygan. 71% qurib o'tdi o'sha. Uyni yo-mayo bola ketdim, mana motivatsiya oldim hozir. Bo'lis uyimni qurib kelaman. $200,000 ishlab qo'ydi. 78% bitibdi mana uyimni legatak. Qanday mashina mashina qo'yamiz. Endi pullarni yig'ib turib bolalar bizlar ham mashina sotib olamiz. $200,000 ga bir Rolls-Royce olgan bo'lsa bolalar, mana hozir tashlayman bolalar. Q8, M2 olsam bo'ladi, Tesla olsam bo'ladi, i8 olsam bo'ladi, BMW bolalar. BMW i8 sotib oldim. Qani qatga keladi endi? Garajda turadimi bu? Ha, garajdadaysiz. Ana mayga qanday spam qilsa bo'ladi buni? Spamnet. Men bu bo'lgan-ku. Uchala mashinani qanday bittada spam qilsa bo'ladi? Ha, parking slot bor ekan bu yerda. Ikkinchisiga Lamborghini. Uchinchisiga esa bolalar M2 ni qo'yib qo'yamiz. Oy, bu yoqqa ukam. Endi o'ynaysan. Yuziga ham chiqmayapti-ku, i8im men. M8im. Day, uyda ozgincha remont qilib chiqish kerak. Hamma joyni taxlab chiqqanimdan keyin boshqa albatta bolalar. Bu yerda yana anol bor ekan. Bularni ochish uchun kerak ekan. Yo-mayo. Yaxshiroq mashina olib qo'yamiz bolalar.
Giylik bor ekan vallahi. Yo, men o'tiga qopti lekin. M4 bor ekan. M4, M8, X6 bor ekan BMW. Giylik wagon 6X6 bu 90 Robux ekan. Yo, bu Lexus mana bitta. M3 bor ekan, tuning qilingan o'zi ham bor. Yo, bola buni qayerda? Ay, M3 olamiz. M2 o'rniga M3 qo'yib qo'yamiz. Pullik Robuxga olish kerak. Robux sotiladi. Qanday mana shunda M3im tayyor bo'ldi. Qaydalikchi? Qanchaga chiqadi bu? 100 ga chiqar ekan bola. 100 dan o'tmas ekanda, hech qaysi. Men keldim короче mana. Yo, nima gap? Bitch. Moshinalar qayerda bo'ldi hozir? Yana yangi mashina olaman. Bizneslarimiz yurib ketyapti bola. 3-4 ta mashina qilib qo'yamiz bo'lsa uyga. Uy juda ham katta. Bu mashinani qo'yib qo'yamiz. Yaxshi, klassda chiqarib BMWlarni bola yorib yuboradi. Yana 200 ming dollarimiz bor. 200 ming dollarga qanaqa mashina sotib olsak bo'ladi? 200 ming dollarga bo'ldi. Bitta yana qanaqa mashinalar bor? Corvette bor ekanmi? Gelik wagon 225 ming dollar bo'ldi. M4 CSL bor ekan, CSL. Day biz hozir gelik wagon olamiz bo'ldi. Gelik qatdaydi 225 ming dollar. i8 uni gelik wagon. Oy, gelik turishni qayla bo'ldi. Yo, O'zi ham bor bo'ldi. Trolligan qaylar buni bo'ldi, geligim bor. Ey. Ular so'roz yomon dezirak. Ey, orqadan men uyim. Ey, gelik qo'yib qo'yasiz. Ketdi bo'ldi. Choraq parkovga qilib qo'y. Uyda qara mashinalarni qara. Gelik va yerda BMW X3 bor. Aytda Lamborghini bor bo'ldi. Ko'rasizlarmi uyda? Puldan yig'ib topgan tutgan bo'lmagan mashina olib sotib olyapman. Uyda ko'ramiz uyda. Bu вообще dahshat bo'ldi. Uyda polisda taqlayapman hozir. Uyni maksimum remont qilib olishim kerak. Aytadi, remontli joylari juda ham ko'p. Mana qulonlar hali bitmagan. Qulonlarni ham hozir bitkizib qo'yamiz. Balkoni ham bor ekan. Yo, mayo. Вообще chiroyli ekan bu. Mana balkon qarada chiroyli ekan. Yo, bo'ldi, dahshat ekan. Aytdi, oyna bor. Bu ham bitta xona ekan, spalni. Bu xonaga o'tamiz. Bu xona qanaqa ekan? Aytdi, TV bir nima, televizor bo'lar ekan. Aytdi, shkaf, aytdi, ish stoli. Qana pul qolmadiku bo'ldi. Pul olib kelib, pul bizneslarimdan kelgan pullar 100 ming dollar pul shartli bizneslari. 89% uyimizni tugatamiz bo'ldi qurib. Hozir polisni taxlab tugatamiz. Remont deyarli tayyor bo'ldi. Bunaqa katta uyni qurishni o'zi ham ovoz ekan. Juda ham ko'p pul kerak ekan bo'ldi. Shuning uchun bo'ldi katta uy qurib, katta biznes qurmoqchiman. Katta uy qurmoqchi, katta bizneslar bo'lishi kerak. Tiqilib qoldim. Boshim tiqilib qoldi aytga. Boshim. Voy boshim. Ketdi. Mehmonlar kelyapti uyimizga mehmonlar. Qana bu xonani tugatganimiz-ku. Round table bunaqa narsalarni qo'yishimiz kerak. Endi polisni tugadi bo'ldi bu xonamiz ham. Balkonni ham cho'tki qilib qo'ydik. Qani endi bitta mana bu yer ham polisga tayyor. Bo'ldi, bo'yamsa bo'ldi. Uyimizni polni bitkizdik. Endi pastga tushamiz. Pastdan hech qanaqa joy qolmadi menimcha. Necha foiz bitibdi ekan. Maytda oynalar qo'yar ekanmiz. Endi oynalar qo'yib ketamiz bo'ldi. Oynalar qo'ydik. Mana bu yerda ham polni azincha qoldi. Polni tayyor bo'ladi uyimiz. Mayt nasib qolib ketdi. Kichkina oyna. Mana bu yerda ham hammasini oynalarni qo'yib chiqishimiz kerak-da bo'ldi uyni. Uyni polni ham oynalarni qo'ydik. Bu o'ng taraf qoldi xolos. Mana yana bo'ldi. Bu yerda ikkita oynasi, и всё. Oppa, bunisi boshqa gap bo'ldi. Mayda yana narsalar bor ekan. Pulimiz polni yetdi bo'ldi. Ancha tayyormiz. Qani necha foiz bo'ldi? 100% bo'ldi. Ikkinchi uyimizni biz 100 ming dollarga sotsak bo'lar ekan bo'ldi. Hali ikkinchi uyimizni sota olmaymiz. 200 ming dollarga men yangi mashina sotmoqchiman bo'ldi. Juda ham ko'p mashina bo'lishni xohlayman hozir. 200 ming dollarga juda ham zo'r. Mana 200 ming dollarga Siroj bo'yida olgan anasini oldik bo'ldi. Rolls Royce'ni oldik. Bu trolligini qaralar. Bu boshqacha ekan, tuning qilingani meniki. Tezligini qaralar. Yo, 120 ga chiqar ekan. Men keldim, qattasan? Qara oynadan qara, mashinani turishini qara. Oynadan qara. Chiroyligini qara mashinani. Ko'rasan? Ham dahshat bo'ldi. Tuning qilingan вообще. Day poygo'ningizmi endi? Kel chiqday.
Voy, trollama menga. Давай, go mi bola? Давай, ketdimi? 1 Da, ke. Давай, turib ol. 1 2 3. Mayo, vallahi yo'l beramiz. Yetdik. Ko'rasizlarmi vallahi, yorvordik. Bugun yetib qo'ydik, easy. Men aytdi qanaqadir yo'l bor ekan, вообще. Trassa bor ekan aytdi. Trassada yuradigan bo'lar ekan. Ikki chiqib trassada bosar ekanmiz-da bo'ldi. Ko'rasizlar? Xikayatdan uyimiz trolligini qaranglar bo'ldi. Uylar bo'lsa uni qaranglar, mana qo'yib qo'yasizlar, Rolls Royce'lar. Mana bu yerda qarasizlar, bitta gili bilan bitta M3 X3 lar bo'ladi. Вообще bor bo'ladi. 120 bilan 30 ming so'm pul bo'ladi. Короче, bo'lishida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish mumkin. Ko'rdilar, sizlar bilan birga yetdik. Boylar hayotini yashab ko'rdik bo'ldi. Albatta, keyingi videoda yana shunaqa video chiqsa qolasizlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kanalda yozib qoldiringlar.